hozirgi kundagi eng yaqin, eng yaxshi ko'rgan do'stimni avvallari juda yomon ko'rardim. Chunki yoshligimda akam ikkalamiz urushtirganda u meni urib qo'ygan. Keyin kalta yeganim uchun akamdan ham kalta yeganman. Keyin ertalabdan kechgacha shug'ullanganman. Eng katta maqsadim shu sinfdoshimni urib birinchi kuzir bo'lish edi. Yana urishganman, yana kalta yeb qo'yganman. U 05 pakana bo'lsa ham yomon urishardi-da. Yoshligim o'sha bola bilan urushib o'tib ketgan. U urib charchamagan, men kalta yeb charchamaganman. Bir kuni hamma sinfdoshlarimni hasharga chaqirganman. Bironta sinfdoshim kelmagan. Ko'chaga chiqsam o'sha do'stim kelyapti. U yana urushgani kelyapti shekilli deb, endi betida anjuman qilaman desam, hasharga kelgan ekan. O'shandan keyin do'st bo'lib ketganmiz. Hozir eng yaqin do'stim shu. U 05, men No'choroqman. U qop-qora, men sariqman. Ba'zi sinfdoshlarim hazilda ham ko'tara olmaydi. Bu hazilimni ham ko'taradi, kaltaklarimni ham ko'taradi. Do'sti haqiqiysi tozasi shunaqa bo'ladi. Choyda tozasi ham toza choy bo'ladi. Toza choy brendining 105, 111 choylari inson salomatligi uchun juda foydali. U sizni kayfiyatingizni ko'taradi va sog'lig'ingizni tiklashga yordam beradi. Do'stim ikkalamizni bitta orzuyimiz bor. 80 ga 90 ga kirganda ham shu choylarni ichib, birgalikda qarilik gashtini surish.